Assalomu alaykum, hurmatli Narx Navolar kanalimiz obunachilari, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Surxondaryo viloyati Denov shahridan motokultivator narxlari bilan tanishib o'tamiz. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Denov shahrida joylashgan. Mana Sovetskidan kirib kelinadi. Mana to'g'rimizda Gold 7 mebel, Firdavs kabob, mana Sharshara shashlikda ro'parasida joylashgan. Mana Tarabaza tarafda Mototol yangi ochilgan. Texnikalar, motokultivator, drabilka va boshqa xo'jalik mahsulotlari sotiladigan texnikalar sotiladigan do'kondan narxlar bilan tanishib o'tamiz. Bu yerda mana mini traktordan boshlanadi, qolgan eng kichkinasigacha motokultivatorlar hammasidan bor. Qani vaqt o'tkazmaymiz, 2026-yildagi yangi narxlar bilan bir boshdan tanishib o'tamiz. Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Yana o'zimizni oldingi shiorimiz bo'lsin xalqimiz bo'lsin. Bizning yangi filialimizning ochilish marosimiga mijozlarimiz uchun juda katta chegirma asosida motokultivatorlarimiz narxlarini qo'yib chiqaman. Bitta narsa yozingizdan chiqmasin. Xalqqa bo'lsa bizga bo'ladi, tadbirkorga bo'ladi. Qo'ldan kelgancha inshaalloh ko'p mahsulotlarimizni ustanovka dastavkalarigacha qildirib beramiz inshaalloh. Hozir boshlanishi 4 balonimizda mini kultivatorgacha 7 ot kuchidan 18 ot, 21 ot kuchigacha bo'ladi. 11.05 motorimiz, 11.05 motorgacha hammasi sizlarga chiroyli obzorlarni qilib beramiz. Bizda ikkita raqam qoldiramiz. Raqamlarga bemalol aloqaga chiqsangiz, bemalol ma'lumotlar berib, xudo xolasa manzilingizgacha, dastavkalargacha qilib beramiz. Mototolus do'konida siz uchun postoyanli xizmatda bo'ladi. 24/7 deya olmaymiz. Ertaga soat 8 dan bemalol shomgacha bemalol aloqaga chiqsangiz, undan keyin Telegramni yozib qo'ysangiz, aytib qayta olamiz, xudo xolasa. Boshlanishiga marhamat. Sizlar uchun 4 balonlik mini xonadoningizga ishlatish uchun 4 balonlik 11.05 motokultivatorim 11.05 bo'ladi. 18 ot kuchilik. Buni yana bir tomon solishtirib o'tib ketaman. Benzin bilan solerkani solishtirib bo'lmaydi ot kuchini. Solersni hisoblanadi bular. Bunda radiatori bor o'zida. Radiator havosini nima deydi, suv bilan sovutib beradigan radiatori bor. Moy datchik, suv datchik, tokini ko'rsatadigan datchiklari o'zida bor. Dinamo bor. Baki katta bak, 10 litr solerga ketadigan baki bo'ladi. Akkumulyatorni ko'radigan bo'lsangiz, akkumulyator xuddi gelikda akkumulyatorda katta akkumulyator. 6 ta fara. Bu ikkita mana pastda yana qo'shimcha 6 ta fara bilan jihozlangan. Oldi orqa podveska deydi, shunaqa narsalargacha bo'ladi. Insholari bor. Frezerlar, pluglar ko'tarib tushiradigan. Komplektiga 11 talik frezer bilan bir to'pqalik pluglar bo'ladi. Zadniga ishlaydigan zarni chiroqlari ham bor. Stoplargacha o'ziga joylashtirilgan bo'ladi. Silindr oldiga, orqa tomonga ishlaydigan bo'ladi. Keyin rollari ham juda yumshoqqina, gidravlический rolga o'xshab ketadi. Sifatlari zo'r. Endiki navbat narxiga. Mana kanallar kuzatib boryapsizlar. Inshaalloh bo'lsa xalqimiz bo'lsin. Mahsulotimizni O'zbekiston bo'lib dastavkasi uchun 28.500 ming so'mdan qilib beramiz. 11.05 ustanovka dastavkasi ichida 28.500 ming so'mdan bemalol bizni filiallarimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Uyingizgacha olib borib beramiz. Kelishilgan holatda bo'ladi, xudo xolasa. Dizelni 11.05 motokultivatorimiz dizelni bo'ladi, xudo xolasa. Endi bundan boshlab bilasiz, eng ko'p topga chiqqan motokultivatorlar quroli desa ham bo'ladi. 4 qatorli frezer komplektiga bo'ladigan Zvet rossiyskiy motokultivator hisoblanadi. Motokultivator bitta narsasiga ahamiyat qilamiz. Nimaga mana bu narsa qo'yilgan, nima keragi bor deyshadi. Bu narsa uyga olib qo'yiladigan narsa emas, dehqonchilikka, qishloq xo'jaligida ish beradigan mahsulot hisoblanadi. Mana bu narsa dalaga kirganingizdan keyin 45-50 gradus ishlaysiz, chang bo'ladi. Chang ko'tarilgandan keyin mana bu narsa jonivor porshin degan narsa bo'ladi-da. Chang bug'ilgandan keyin filtrdan toza havo yetib olmagandan keyin bu tez qizib qolaveradi. Qizigandan keyin masalan yog'ni sifati tez oladi, motokultivator sifatiga juda katta ta'sir qiladigan bo'lib qoladi. Mana bu narsa tepa qismga qo'yilganligi uchun mana bu narsadan havo tortiladi, birinchi filtr, ikkinchi filtrdan o'tib porshinga boradigan bo'ladi. Shuning uchun bu narsa zavod standarti asosida ishlab chiqarilyapti. Uzoq muddatli ish berishi uchun bo'ladi sizga inshaalloh. Mahsulotimiz 170 motor 170 motor bo'ladi. Keyin yana bitta narsaga ahamiyat qilasiz. 170 motor bo'lganda oborotkasi 3600 bo'ladi. Diametri esa 150 dan 300 gacha. Kilogrammi общий kilogram 93 kilogram. Bilasiz, 7 ot kuchli traktorda 65 kilogramgacha 65 kilogramdan 78-80 kilogramgacha bo'ladi. Sifat kachestvasi yaxshilari esa
eng kuchli sifatli traktorlar 7 ot kuchliklari 93 kilogramlik bo'ladi. Buni tashqi tomonidan qarasangiz hammasi 75 kilogramlik traktorlardan bir-biriga o'xshab ketadigan bo'ladi. Buni qayerdan farqlab olsangiz bo'ladi? Motokultivator mana bu qismi korobka hisoblanadi. Bu qismi motor hisoblanadi. Motor ichida gilza portion joylashtirilgan sifatli mahsulot joylashgandan keyin u narsa sifatli mahsulot arzonga nisbatan og'irroq keladi. O'shani evaziga oddiy traktorlar bular 5, 6, 7 kilogramgacha rassiya bo'ladi. Shestigranliklar oddiy 75-70 kilogramlik traktorlarga 3-4 dyuymdan serkul bilan o'lchsangiz bo'ladi, 5 dyuymgacha bo'ladi. Bularni esa 6,5-7 dyuymgacha korobka shestigranliklar joylashtirilgan. Chunki eng ko'p ketadigan narsa motokultivatorga gilzasi bilan portion gilza, keyin mana da turadigan korobka hisoblanadi. 93 kilogramlik motokultivatorlarda 6,5-7 dyuymlik shestigram bilan jihozlangan bo'ladi. Bu degani oddiyroq, soddoroq tushuntiraman. Davomiyligi yaxshi, har yili servisga chopmaysiz. Uzoq muddat ish qilib beradigan motokultivator hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxiga bo'lsa xalqimiz bo'lsin, bizning filiallarimizdan 3 million 600 ming so'mdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Dastavkalargacha qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga 3 million 600 ming so'mdan. Zver rossiyskiy firma komplektiga o'zida mana bunaqa firmani, mana bunaqa original Zver kepkalarigacha chiqadi. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin. Bunaqa narx deyarli yo'qda, chunki hech kim 5% ishlamaydi. Biz undan ham arzon ishlaymiz. Sifatli eng yaxshi original mahsulot hisoblanadi. Bundan keyingisi esa rekord. Bilasiz, Zikord ham juda yaxshi chiqqan sifatlari. Sifatli original motokultivator hisoblanadi. Baklari 5 litrlik bo'ladi. Воздушный katta filtr bilan jihozlangan. Yonida mana Rekord brendini o'yib turib yozilgan bo'ladi. O'zida bilasiz, moy datchiklarigacha bor. Bu narsani porsionlari 78 porsion bilan jihozlangan. Eng qizig'i frezerlari mana bunaqa bo'linadigan frezer bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bo'linadigan frezer bo'ladi, 4 qatorlik komplektiga. Undan tashqari mana bunaqa satelitlari ham bor. Satelit deganda, masalan, siz dalaga haydab kirdingiz, bitta dalada ikkinchisiga o'tmoqsiz, haydaydigan mahalangizga bitta agatdan kelib ikkinchisiga harakatlanishingiz uchun unaqa burilishingiz ham mumkin bo'ladi. Bemalol 90 gradusga. Xususiyatlari ham bo'ladi. Bu motokultivatorimizni mijozlarimiz uchun, bo'lsa xalqimiz uchun 3 million 700 ming so'mdan eshityapsiz, 3 million 700 ming so'mdan bemalol dastavkalarga chiqib beramiz. O'zbekiston bo'ylab. Ko'rdingiz, savdosi kelyapti-da. Eng qiziq joy Instagram bot narsa bo'lib qolsa, 3 million 700 ming so'mdan qilib beramiz. Endi qarang, azizlarim, Everest originali kelgan. Everest originali kelgan. Qarab qilmay turasizda. Everest originali 5 litr bak bilan jihozlangan. Everest originaliga bilasiz, bakning ustiga o'yib turib yozgan bo'ladi. Filtri katta, 75lik portion bilan jihozlangan. Ballonlari 4-10 bo'ladi. Everest originaliga mana bu LA degan modelgacha bo'ladi. Bularimiz ham kilogramlari 75-80 kilogramgacha bo'ladi. Everest originali sifatlari zo'r chiqqan, kilolarni ko'rishingiz mumkin. Bu motokultivatorimizni bo'lsa xalqimiz bo'lsin, mijozlarimiz uchun 3 million 550 ming so'mdan dastavkasi ichida qilib beramiz. 4 qatorli frezer bo'ladi. Baklari 5 litrlik bo'ladi. Eng kinobat birinchi o'rinda sifatiga gap bo'lishi mumkin. Everestni o'tgan videomizga 3 million 700 mingdan oddiysini qo'ygandik, 3 litr bakligini qarang. 3 million 550 ming so'mdan 5 litrlik bakni sizlar uchun qo'yib berdik. Endiki navbat 173 motorlik dizelli motokultivatorlarimizni sizga chiroyli obzor bilan qilib beramiz. Mana birinchi qo'yib beradiganim Everest firmani 173 motorlik dizelli motokultivatori, 173 motor, benzin hisobida 7 ot kuchi hisoblanadi, solerka hisobida 5 ot kuchi hisoblanadi. 173 mijozlarimiz uchun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichiga 4 million 600 ming so'mdan Everest qilib beramiz. 4 ga 6 ballon bo'ladi. 4 million 600 ming bo'lsa xalqimiz bo'lsin, eslaringdan chiqmasin. Endiki navbat bu yerdan keladi Hoji aka. Endiki navbat, xalq maza qilsin. Hoji akalarim, ko'ring buni. Avangard, xohlang ko'kida oling, xohlang qorasida oling. Farqi yo'q, hammasidan bor. Mijozlarimiz uchun Hoji aka 4 million 900 ming so'mdan dastavkasi ichiga Avangard Klosi
115 kilogramm. Mazza qilasiz. 115 kilogramm. Mazza qilib ishlatasiz. 173 motor. Sifatlari udar. Eshityapsizmi? 4 qator frezerlari bilan birga. Dastavkalari ichiga 4 qator frezerlar bor. Soatiga 600-700 gramm salarga xarajat qiladi. Eshityapsizmi? 600-700 gramm. Endiki navbat Zverdi qichig'idan keldi. Hozir ko'rsatib o'tirgan Zverimda 93 kilogramda kechqurun bilan teplitsalar ichiga haydayman degan mijozlarimiz uchun bo'ladi. Zverdi original. Mana qarang, hojatga kiyaski kepkalar ham yarashib tashlaydi. Mana qarang. Original brendlar tushirilgan kepkalar bilan birga bo'ladi. Tushunyapsizmi? Buni prosta borki, jampianga berib qo'yasiz, bog'chaga kiyib oladi. Faralarni ko'rishsiz, led faralar bilan jihozlangan 93 kilogramlik 400 gramm balon bo'ladi. Sifat kachisibalari zo'r bo'ladi. Hojaka, eshiting buni. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin, mijozlarimiz uchun 3.700.000 so'm eshityapsizmi? Dastavkasi ichiga 3.700.000 mingdan Zver faraligini qilib beraman. Bunaqa aksiya bo'lmagan. Bo'lsa xalqimiz uchun bo'lsin, eng zo'rlarini ulashamiz. 3.700.000 so'm siz uchun qilib beraman inshaalloh. Aloqaga chiqaverasiz. Lekin soni cheklangan, shu yodingizdan chiqmasin. Kelaverasizlar. Endiki navbat nomini aytishga sal til kelishmay qoladi. O'zlarini yaqinlashtirib qo'ymasdi. Skyline ekanda qo'lasiz. Noto'g'ri tushunmaysizlar, lekin sifatlari zo'r traktor. Kirlolari, tashqi fasadi va deydi bir xil narsaga Skyline ekanda qo'lasiz. Mazza qilasiz. Dalaga kirgandan keyin dalani demoqki, jigan sug'urib oladi. Kelasiz hoji aka. Mo'y datchiklarigacha bor, buni qarang. Shtrixlarigacha bor. To'rga 8 balon. Narxiga keladigan bo'lsak, hoji aka, siz uchun 3.600.000 so'mdan eshityapsizmi? Uyingizgacha olib borib taqqilatib berib kelish ichiga 3.600.000 so'mdan qilib beramiz. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin. Endiki navbat yerda jigarni sug'urib oladigan traktorni xo'rozi. Klassga keladigan bo'lsak 95 kilogramlik. Qarang, buni bitta qulaylik tomoni bor. Hech kim qilib bera olmaydi bu narsani sizga. Baloniga qaratamiz. Baloni pachuniga olinadigan. Xohlasangiz bez pachuni qilib ishlatasiz, xohlasangiz pachuni qilib ishlatasiz. 4 ga 10 balon, shirokiligi 6,5 dyum bo'ladi. Kilogrammi 96 kilogram bo'ladi. Sifatiga gap bo'lish mumkin emas. Обороткasi 900, gilsasi 900, bu degani 87 lik gilza Porsche bilan jihozlangan 4 qatorli frezerlar bo'ladi. Mijozlarimiz uchun maza qilsinlar. 3.800.000 so'mdan dastavkasi ichiga qilib beramiz. Bez faraligini. Xuddi shuni faralik modeli bor. Ya'ni kechqurun soat 12 dan keyin haydayman degan mijozlarimiz uchun bu ham frezerlar bo'linadigan, nimasi pachuniga ajraladigan bo'ladi, olib qo'yiladigan bo'ladi. Yevro 90 gradusga buriladigan mijozlarimiz uchun 4 million so'mdan dastavkasi ichiga. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin. Endiki navbat hoji aka, prosta Rossiyadan promoy kelgan traktor yomdigan mijozlarimiz bor-ku, assortiment qarang. Promoy kelgan traktorlarimiz ham bor hoji aka. Siz maza qiling. Siz maza qilsangiz biz xursand. Elga xizmat, oliy qimmat. Endiki navbat Alligator. Chiste rossiyskiy original traktor. Endiki navbat balon satelit. Balon 90 gradus buriladigan pachunliklik bo'ladi. Keling, buni qarang. 170 motor 2025-yilda ishlab chiqarilgan 10.050 model. Korobkasi ushlina qilingan. Uslitilni bo'ladi korobkasi. Vaznushoy filtr. Alligator brendiniki. Baloni 400 gramm pachunliklik bo'ladi. Siz eching hozir aka bu narsani. Mijozlarimiz uchun endi bular original, endi chiste rossiyskiy bo'lgani uchun original traktor hisoblanadi. Mijozlarimiz uchun 4.200.000 so'mdan dastavkasi ichiga qilib beramiz. Bu 7 ga 7. Bozor 7 ga 9 deb sotishyapti. Yo'q. 7 ga 9 ni hozir men sizga endi ko'rsataman. Yaqinda kirib keldi. 4.100.000 qilib beraman mayli. Mijozlarimiz uchun 4.200 edi. 100.000 yana chegirmaga o'tkazib yubordik. 4.100.000 so'm dastavkasi ichiga 4 qatorli frezeri komplektida bo'ladi. Kelaverasiz. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin, mijozlarimiz uchun bunaqa narx yo'q. 4.100.000 so'm bera olmaydi, lekin chegirma asosida bo'lyapti. Alligator 7 ga 9 sifat kachisibalari juda a'lo darajada bo'ladi. Maza qil, xalq maza qilsin. Prosta maza qilsin.
7 ga 9 mana ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. 2025 7 ga 9 mana bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Keling. Motor 170, shessigirani qalin bo'ladi. Ko'rsangiz bo'ladi. Daji 7 taligimiz ham qalin bo'lyapti, lekin 9 taligidagi xuddi 15-60 kuchli shessigiraniligidek korobkalarni ko'rsangiz bo'ladi. Juda baquvvat qilib ishlab chiqarilgan. Balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari 5 ga 10 ekan. 500 ga 10 bo'lyapti. U 400 ga 10 bo'lyapti. 500 ga 10 balon pachunliklik bo'lsa xalqimiz bo'lsin. Alligator 7 ga 9 ni 5,5 million so'mdan dastavkasi ichiga qilib beramiz. 5 million 500 ming so'm. 7 ga 7sini aytganimdek 4 million 100 ming so'm. Bu 5 million 500 ming so'm mijozlarimiz uchun. Bunaqa chegirma bo'lmagan. Dastavkasi ichiga bo'ladi. Ey, mazza qilsin, xalq mazza qilsa bo'ldi. Asosiy tush kerak. Sifatlari a'lo darajada bo'ladi. Endi navbat traktori xo'rozi deydi-ku. Traktori jigani sug'urib oladigan traktor deydi-ku, eng zo'ridan 612 balon ko'rsangiz bo'ladi. Kilogramlari ham 149 kilogramda. Ey, mazza qiladigan traktor-ku bu. Haqiqiy 7 ga 9 ni korobkasi 15 talik qilingan varianti. Motor 7, korobkasi 15. Kilogrammi 149 kilogramlik statorlik Chrome 2 brendini motokultivatori bo'lsa xalqimiz bo'lsin. Sizga Hoji aka, sizga 7 ga 9 original traktorimizni sizga inshaalloh 7 million 200 ming so'm qilib beraman. O'zingiz ham yaqinlashtirib ko'rsangiz bo'ladi mana. Sotuv narximiz 7 million 300 ming so'm optim narxda qo'yilgan. Yana 100 ming so'm chegirma qilib, inshaalloh 100 ming chegirma qilib inshaalloh sizga qilib beramiz. Ustanovkalari, dastavkalari ichida bo'ladi inshaalloh. Olasiz, baraka topasiz. Haqqimizga duo qo'yasiz, xudo xolasa. Endiki navbat xuddi shuni haqiqiy 9 talik yo'qmi degan mijozlarimiz uchun sizlarga 9 talikdan ham qilib beramiz. Bir mazza qiling. Aloqaga chiqsangiz bo'ladi, xudo xolasa. Endiki navbat mana traktorimizni ozgina suramiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Kilogrammi 170 kilogram. Ey, mazza qiling. 170 kilogram 9 talik. Eshityapsizmi? Mazza qiladiganiz 7 million 800 ming so'm. 9 ot kuchlik Germaniya standart asosida chiqarilgan Chrome 2 balonlari satelit 90 gradusga buriladigan bo'ladi. Haqiqiy 9 talik. 177, mana ko'rsatyapti, 177 13500 model. Mazza qiling. Aloqaga chiqib ko'rasiz, yodingizdan chiqmasin. Har bitta video ko'rgandan keyin like bosib qo'yishni unutmaysiz. Endiki Hoji akalarim 173 talerkamizni ko'rsatdik. 173 talerkani klassik brendini kalitda o'taladigan yo'qmi? Men prosta kalitda o'taladigan keyin kapotda mana geliktikda qiladan pulni tik bosgan tiklab ochiladigan modelidan so'ragan mijozlarimiz uchun kapotlik 173 kapotlik akkumulyator ishlaydigan modelimizdan bor. 400 ga 10 balon bo'ladi. Hoji aka, hech kim eshitmasin. 5 million 900 ming so'mdan qilib beraman. Bemalol xarid qilaverasiz. 5 million 900 ming dastavkasi ichiga. Bunaqa narxi yo'q, ey. Bo'lsa xalq mazza qilsin. Prosta mazza qilinglar. Endi limon traktorlarga o'tiran avtomatik bilan traktor bor-ku, kuchaytirilgan. Kishi mana seryoznlar deydi-ku. Takara, Yaponiya traktor. Yaponskiy dizayn. Yapondan keladi, o'zi Yaponiyadan keladi. Xitoy emas, chista Yaponiya bo'ladi. Nimasi yaxshi? Bular didga ham, sifatga ham ko'p narsaga yaxshi ishlaydi. Mana balonlari bemalol 90 gradusga buriladigan. 90 gradusga buriladigan bo'ladi. Sifatlari, kачестволari zo'r bo'ladi. Sifat kачестволari zo'r bo'ladi. Kalitda o'taladigan 190 motor 15 ot kuchlik. Kilogramlarni ham sizlarga aytib o'tib ketaman. 163 kilogram. 163 kilogram. Ey Hoji aka, prosta mazza qiladigan traktoringizda bo'lsa xalqimiz bo'lsin, mijozlarimiz uchun eshityapsizmi? 190 motor, 15 ot kuchi, 18 ot kuchlik traktordan kuchliroq qilib ishlangan. Jatga qo'ysangiz bo'ladigan modeli, roli uzun qilingan, korobkasi uslin qilingan varianti 8,5 million so'mdan qilib beraman. Eshityapsizmi? Takara brendi, Yaponiya traktor.
bemalol xarid qilaverasiz. Bu traktor 10 milliondan kam turmaydigan traktor hisoblanadi. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin. Endiki navbat Avangard, Avangard zatga qo'yishga mo'ljallangan satelitlik 190 15 otquchilik traktorimizni ham bo'lsa xalqimiz bo'lsa, misli ko'rilmagan chegirma 8 million 400 ming so'mdan bo'ladimi? 8 million 400 ming so'mdan dastavkasi ichida xarid qilaverasiz hozir aka. Telefon raqam podpiskasidan chiqmasin inshaalloh. Endiki navbatimiz bo'lsa xalqimiz bo'lsin. Benzinliklarni 18 otquchi, 192, 190, 188, ya'ni 18 otquchi, 15 otquchi, 13 otquchiliklarni ham video obzorlar qilib o'tamiz. Frezerlari 5 qatorlik bo'ladi. Balonlari pachuniksiz buriladigan, burilmaydigan variantlaridan bor. Skyline, Kentaur modellarimiz sifatlari juda yaxshi. Og'irliklari 140-150 kg atrofida bo'ladi. 192 mizni narxini 9200 ming so'm. 192 mizni 9200 ming so'm, 192 sini. 190 ni esa 8 million 800 ming so'mga qilib beraman. 190 ni. Plus eshiting. 188 ni 7,5 million so'mdan. Kentaur brendimiz 7,5 million so'mdan. 188, 190, 192 uchalasidan ham bor. 188 ni 512 balon, 190 bilan 92 miz 612 bo'ladi. 5 qatorli frezer bo'ladi. Dastavkalari ichida, olib borib berishlar ichida xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Shu mahsulotlardan kerak bo'lsa, mana bunaqa turdagi drobilka agregatlardan kerak bo'lsa, bizda turli xil turdagi, masalan, sotuvda kelsang ko'rsataman. Mijozlarimiz uchun ko'pchilik izlab yuradi. Frezerlardan bitta qo'ygan ekanmiz. Keling ko'rsata qo'ying. Hozir olasiz. Yerlarga o'ziga mana Ajdar deydi. Ajdar rusumlik mana bunaqa sotuvda pichoqlarimiz kelgan komplekti. Liboy xil masalan 7 ot kuchiga, 15 ot kuchiga tushadigan modellarimiz bor. 15 ot kuchiga tushadiganimiz mana shu turishi 1 million so'mdan, 7 ot kuchiga tushadigani 8 ming so'mdan o'sha kompleksni holatda bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Shu turishi 1 million so'mdan, 7 talik tushadigani 8 ming so'mdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bizlarga mana bunaqa frezerlar ham sotuvda bor. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Akat oshadiganlarimiz 350 ming so'mdan, pluglarimiz 300 ming so'm, qarshi qozadiganlarimiz 300 ming so'mdan mana ko'rsangiz bo'ladi. Marhamat. Bemalol sotuvda mavjud. Mana 7 ot kuchilikka mana bunaqa bo'ladi. Mana shu holatda bo'ladi. Komplektini bizdan 8 ming so'mdan xarid qilsangiz bo'ladi. Sotuvda bor. Bemalol turli xil turdagi mahsulotlardan kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqib olasiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bo'ladi. Yana bir narsa esga tushirmang. Konkurent bo'lgan joyga o'sish bo'ladi. Qo'ldan kelgancha xalqimiz uchun arzonroq sifatli mahsulotlarni yetkazib berishdan biz charchamaymiz. Aloqaga chiqavering, haqqimizga duo qilib qo'ying. Sog' bo'linglar.